Allohdan haqiqiy hayo qilishlik boshni saqlashlik, ya'ni unga kelgan o'y fikrlardan saqlashlik, qorinni va u xohlagan narsalardan saqlashlik, hamda o'limni va balolarni eslashlik. Kim oxiratni istasa, xohlasa, dunyo ziynatlarini tark qiladi. Kim shularni qila olsa, tahqiq Allohdan haqiqiy hayoni qildi. Kallaga kelgan narsadan ehtiyot bo'lamiz, to'g'ri kelgan narsani o'ylayolmaymiz, to'g'ri kelgan narsani gapiraolmaymiz, to'g'ri kelgan narsani yeyaolmaymiz. Mana shu Alloh taolodan hayo qilishlik bo'ladi. Avval aytib o'tdik. Bir odam mashinasi bilan chorrahaga keldi. Qizil yonib turibdi svetoforda. Chorrahada bir mirshab turibdi. Nandaroqda mototsiklda turibdi mirshab. Yana kamera turibdi. Qoidani buzmaydi. Chunki o'rtada turgan mirshabga qaramasa, svetoforga qaramasdan o'tib ketsa, nariga mototsikldagi quvib borib yetib jazolaydi. Agar u mototsiklchidan ham qochishni uddalasa, kamera turibdi. Hukumatni, mana shu qoidani joriy qilgan hukumatni uni ustida quvvati, qudrati borligini bilganligi, shuni his qilganligi uni gunoh qilishdan, svetofordan o'tib ketishdan to'sadi. Endi Allohni kuzatib turish haqida nima deyishimiz kerak? Bu odam qoidani buzishi mumkin. Kechasi 3 ta. Mirshablar yo'q, kamera o'chirilgan, unda xohlaganini qiladi. Endi Robbimizning kuzatuvi o'chadimi? Bu farishtalar yozib turgan daftar to'lib qoladimi? Batareykasi o'tirib qoladimi? Yo'q. Shuning uchun aytiladi, ihson nima? Eng chiroyli ish qilish nima desa, Alloh seni ko'rib turgandek ish qilishliging haqiqiy ihson dedi. Mana shu birodarlar muroqabani, kuzatuvda ekanligini his qilishligi insonni muxlis bo'lishlikka olib boradi. Insonni muhsin bo'lishlikka olib boradi. Bilasizmi? Magazinga kelib qolagazni qilib yursangiz, qarasiz kamera turibdi. To'g'ri bo'lib qolasiz. To'g'ri aytyapmanmi? Endi biz Alloh taoloni kuzatib turganligini esdan chiqarib qo'ygan paytimizda muhsinlikdan tushib qolamiz ekan. Ustalar ish egasi ustingizda turganda yoqmaydi sizlarga. Mana shu ustimda turib olgan yomon ko'raman shu usta uy egasini deydi. Ha, unda ihson bilan ishlashga to'g'ri keladi-da. Agar siz ihson bilan ish qiladigan bo'lsangiz, sizga nima farqi bor? Yoningizda turdimi, ustingizda turdimi, yonboshingizda turdimi? Qilavering ishingizni. O'sha ishingizni ihson bilan qilsangiz baraka topasiz. Shuning uchun Alloh taoloni kuzatib turganligini his qilgan odam haqiqiy muhsin banda bo'ladi. Har bitta ishini ihson bilan, go'zallik bilan qiladi. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfi sudur. Birodar, u kamera yuzda yo'q. Bu kamera sizni kuzatib turgan kuzatuvchi doim ustingizda emas 24 soat. Lekin Robbimiz subhanahu va taolo aytadi, ya'lamu xoinatal a'yun. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham biluvchi bo'lgan zot. Shariatimizda mahram, nomahram degan narsa bor. Bir bemor ayol tabibning oldiga kelib ko'rinishlik kerak. Endi boshqa ayol tabib bo'lmasa, endi hali erkak tabib ko'radi. Ko'rganda ham faqatgina ana shu og'riyotgan a'zosini ko'rishligi mumkin. Ana shu badanini ochib turganda boshqa yerga ana shu a'zosidan qarash kerak bo'lmagan boshqa yerga o'g'rincha qarab qo'yishini birov nazorat qila oladimi shu tabibning ustida? Yo'q, ha? Hech kim ko'rmaydi. Alloh taolo shuni ham ko'rib turadi. Alloh azza va jalla ko'zlarning xiyonatini bilir. Ko'z bilan bunday qarab qo'ydi. U kamera uni olib ulgurmaydi. Kontroller qarab ulgurmaydi. Shunday qarab qo'ydi. Shuni ham biladi. Agar his qilsangiz, Robbingiz sizni kuzatib turganini his qilgan bo'lsangiz, ihson bilan chiroyli ish qilasiz. Chunki Robbimiz aytayapti, Alloh ko'zlarning xiyonatini hamda dillarning yashirgan narsalarini ham bilar. Birodarlar, Robbimiz al-Muhsin bo'lgan zot. U zot subhanahu va taoloning shu sifatidan biz o'zimizga ulush olishimiz kerak, nasiba. Alloh chiroyli ish qiladi. Biz ham chiroyli ish qilishimiz kerak. Kuzatib turadi, ko'rib turadi, maloikalar yozib turadi. Shuni his qilayotgan bo'lsangiz, demak ihson maqomiga ko'tarildingiz, birodar. Alloh taoloning go'zal ishlariga, ihson bilan qilgan ishlariga ayrim namunalar. Mana jo'ja tuxumni yorib chiqadi. Bir o'ylab ko'rganmisiz, qaysi kuch bilan yorib chiqadi? Jo'ja tuxumning ichida shu jo'ja bo'lib shakllanib bo'ldi. Tuxumni po'chog'ini teshib chiqishlik bu jo'ja uchun oson ish emas bu. Haqiqatan oson emas. Lekin Alloh taoloning ihsonini qarang.
Mana shu jo'jaga tumshug'iga bir o'simtani berar ekan, ignadek o'tkir, ignadek mustahkam. Teshib olib tashqariga chiqishligi shu o'simta tortilib qurib yo'qib ketar ekan. Bo'lmasa bittadan chaqa o'tirishga ko'radi inkubatordagi akalar. Inkubator bo'lsalar bittadan teshib chiqish kerak. Bor, teshib chiq deydi. Nechta teshib chiqding? 10 ta teshib chiqdim. Boshiga urib qo'ymadingmi teshyapti? Yo'q. Ha, toshni ezib qo'yardik boshini. Biqinini teshib qo'yardi, igna bilan teshsak, lekin Allohning ihsonini ko'ring-da. Biz o'ylab ham ko'rmaymiz Alloh taoloning bunaqa bir ihsoni borligini. Chaqaloq sut emadi. Sutda birodarlar temir moddasi bo'lmas ekan. Shuning uchun chaqaloqni o'tida unga 2 yilga kifoya qiladigan temir moddasi bilan Alloh taolo dunyoga keltirar ekan. Alloh taoloning ihsoni emasmi? Alloh taoloning ishini go'zal ekanligiga dalil emasmi? Allazi ahsana kulli shay'in xalaqahu. U zot barcha narsani chiroyli qilib yaratgan zot. Lochin yoki burgut. U ham ko'radi, biz ham ko'ramiz. Ammo ularni ko'rishi bilan bizni ko'rishimizning farqi bor-a? Agar lochin ham insonlarga ko'rganida 30 metr, 20 metr havoda turib, qana qilib ko'kat orasidagi sichqonni ko'rardi. Allohning go'zal ishiga yana bitta misol. O'rmondagi kiyikni oling. Cho'pini yerdan terib yeydi, shovqin-suron, baqir-chaqir parvo qilmaydi, ammo tirsetsa shunday qaraydi. U kim oyog'ini tagidan chiqdi tirsetgan? O'sha bir yirtqichning oyog'ini tagidan chiqdi. Allohning qudratini ko'ring, Allohning ihsonini ko'ring. Shuncha ovoz ichidan ajratyapti. Kim berdi bu inomni? Muhsin bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo. Albatta bularning barisi Alloh taoloning muhsin ekanligiga dalil. Adolat bilan, ihson bilan ish tutishlik lozim bo'ladi. Innalloha ya'muru bil adli val ihson. Alloh siz bilan bizga odil bo'lishlikka va chiroyli ish qilishlikka buyuradi. Ihson mavzusi chiroyli yo'l tutish, chiroyli ish qilish mavzusi insonning umri davomida u bilan birga bo'lib boradi. Qayerga bormasa musulmon odam ihsonli bo'lar ekan, chiroyli ish qilar ekan, albatta odamlarning qalbida muhabbatdan ulush oladi. Bir shayx aytadi, birovni ziyoratiga borsam, sharoiti juda ham og'ir ekan. Bir dona xonada yashar ekan. Tor, mehmon o'tiradigan joy, juda ham qiyin sharoit. Uyda egasi xijolat oldi. Shunda nima dedi u shayx? Xijolat olmang. Olamlar uchun rahmat bo'lib yuborilgan Muhammad alayhisolamning hujrasi bundan ham tor edi. Rasululloh namoz o'qimoqchi bo'lsalar, nafl qiyom u namozini o'qimoqchi bo'lsalar, yotgan, uxlayotgan Oysha onamiz chekiga surilib turish kerak edi. Shu darajada tor bo'lgan edi. Boyagi odam xursand bo'ldi bu gapdan. Singlisini, opasini ziyoratiga borgan badavlat o'g'il bola kuyov bolani qo'li kalta bo'lsa, bu kuyoving ham odam bo'lmadi. Qachon qolasan shu ish yurishmagan odam bo'lishi juda qiyin bo'ldi deb singlingizni ko'nglini, opangizning ko'nglini cho'ktirmasdan o'sha kuyovingizni yaxshi huquqlarni ayting. Allohga shukr qil singlim. Halol odam, 5 mahal namozda birodar haqqini yemaydi, yaxshi odamning qo'liga tushgansan deb fazilatini gapirib qo'yisham bor. Yo bo'lmasam boya aytgandek buni odam bo'lmaydi bu. Men o'zi davomli aytganman o'zi. Ayamga aytganman bermanglar deb. Mana chunki xotin kishi uchun eng yaqin inson bu uni eri bo'ladi. Otasi ham emas, onasi ham emas, endi eri eng yaqin odam bo'ladi. Hali bilgan topib gapiradi, bilmagan qopib deganda qada. Mana shu gapni agar bilmasangiz gapirishdi, yaxshi indamay turing. To'g'rimi? Gapirishni bilmasangiz indamay turing. Estağfirullah. Xalaqas samawati val arda bil haqq va sawwarakum fa ahsana suwarakum va ilayhil masir. U osmonlar va yerni haq qonun bilan yaratdi va sizlarga surat shakl berdi. Suratlaringizni go'zal qildi. Yolg'iz unga qaytishingiz bor. Insonga qilgan chiroyli ishini ko'ring. Odamni qonini tinimsiz tozalab turadigan 2 dona pochkasi bor. Shu pochka ishdan chiqsa, insonning qonini tozalashligi uchun haftasiga 3 marta 6 soatdan o'sha iskustyoniy apparatga o'tkazadi. O'ylab ko'ringlar. Haftasiga 3 marta 6 soatdan iskustyoniy shu tozalashlikka o'tkaziladi.
Har safar yengna sayish kerak, har safar borish kerak, vaqt ketadi, asab ketadi, pul ketadi, mashaqqat bo'ladi. Ammo buni o'rniga Alloh taolo bizga hajmi tuxumdek keladigan 2 dona buyrakni berib qo'ydi Alloh taolo. Bittasi insonga keragidan 10 barobar ko'proq ishlar ekan. Endi bunaqadan 2 ta. Shuning uchun bitta pochkani olib qo'ysa ham inson yashaveradi. Tabib ukalarimizdan shuni so'rab aniqladim. Bitta pochkani olib qo'ysa, ikkinchi pochka ozgina kattayar ekan. Ko'proq ishlashligi uchun. Bu Alloh taoloning ihsoni emasmi? Bu Alloh taoloning qilgan chiroyli ishi emasmi? Allazi ahsana kulla shay'in xalaqa. Mana eng oxirgi modeldagi fotoapparatni oling. 10 megapiksel, u nasib olishlik kerak bo'ladi. Qorunga qavmi nasihat qilib aytdi. Astagfirullah. Va bataghi fima ataka Allohu ad-daral akhira va la tansa nasibaka minad dunya. Alloh senga ato qilgan narsa bilan oxirat diyorini maqsad qilgin. Nima bergan edi unga? Katta boylik bergan edi. Endi hammada boylik yo'q, lekin Alloh nimadir berganda bizga. Yoshlik berdi, umr berdi, tinchlik berdi, sog'lik berdi. Mana shu bilan oxiratni istagin va dunyodagi nasibani unutmagin. Dunyodan oladigan nasiba nima insonda? 2 metr yer, 20 metr surib. Agar u ham nasib qilsa. Shuning uchun inson dunyodan chiqib ketar ekan, faqat amallari bilan ketadi. Shuning uchun dunyoda yashashligi, amal qilishligi go'zal, ihson bilan bo'lishligi kerak. Shunda u Parvardigorining rahmatiga, inoyatiga ega bo'ladi. Birodarlar, agar ayolingiz namoz o'qimayotgan bo'lsa, hidoyatga yurishi qiyin bo'layotgan bo'lsa, ihson qiling. Ihson qiling. Qanday qilib? Sabr qilib, lutf bilan muomala qilib, kechirib. Chunki Robbimiz ham siz bilan biz hidoyatga yurishimiz uchun sabr qildimi? Sabr qildimi? Zo'ravonlik qilmang. Muloyim gapiring. Farzandingizni tarbiyasida ihsonli, chiroyli yo'l tuting. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh senga qanaqa go'zal muomala qilgan bo'lsa, sen ham shunday muomala qil. Musulmon banda Robbisining Al-Muhsin ismidan o'ziga ulush nasib olishi kerak. Uni ham yo'g'i chiroyli bo'lishi kerak. So'zi, shakli, yurish-turishi, gapiradigan gaplari, qiladigan ishlari. Chunki Robbisi Al-Muhsin bo'lgan zot. Aqulu qawli